Mana bu esa dam olish maskanini xaritasi. Assalomu alaykum, uyimchi o'yindiganlar. Anchadan beri yo'qolib qoluvdik. Bugungi obzorimizni sizlar uchun O'zbekistonni haqiqiy go'zal maskanni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Tabiatga bitta baho berish esdan chiqmasin. Videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Sababi juda ham qiziqarli joylarni ko'rsanglar bo'ladi. Video ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Ana endi obzorimizni boshlaymiz. Mana bu go'zalligiga bitta e'tibor beringlar. Alhamdulillah, bugun 13-aprel. Ugan daryosi bahor bo'lgani sababli hozir suv to'lgan. Toshlariga e'tibor beringlar. Qarasanglar, to'g'rida ham tog', Nariyo tomoningizda ham tog'. Manzil qayerda ekan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Toshkent viloyati Qumsonda joylashgan 27 gektarlik dam olish maskaniga keldik. Bochkadan adashmasam 5-6 kilometr, 8 kilometr uzoqlikda. Bu joyga o'zi kim bilan kelsa bo'ladi. Birinchidan bu ota-onangiz, ularni albatta duolarini olishingiz kerak. Ikkinchisi bu esa ayolingiz. Uchinchisi, agar farzandlaringiz bo'lsa, ota-ona, ayolingiz va farzandlaringiz bilan kelishni tavsiya beraman. Kirishingizdan bitta ko'rsatib o'qing. Kirganingizda mana shunaqa yo'l sizlarni olib keladi. Mana ko'rasizlar, bu zeleniy zona. Bu yo'ni nimasi boshqa joylardan farq qiladi desanglar, birinchidan tabiat go'zalligi. Ikkinchidan bu esa tog'li manzarasi 360 gradus atrofingizda bo'ladi. Mana ko'rasizlar, hamma yoq tog'. Toshkentdan примерно 100 kilometr uzoqlikda bo'lishi kerak. Parkovka qiladigan joyga bitta e'tibor beringlar. Juda ham katta. Bu yerda ham 360 gradus atrofingiz tog' bilan o'ralgan. Mashinamizni bir chekkaga qo'yganmiz. O'zlari golf karda kelib, yuklaringizni olishadi va shalaygacha olib kirib qo'yishadi. Mana shu golf karda kirib, mashinangiz shu yerga qo'ysangiz, shuni olib kelishadi. Yuklaringizni olib, ortib sekin ketishadi. Bu kirilish qismi. Ahlan sizlarni kutib oladi shu yerda. Hozir ertalab bo'lgani sababli hech kim yo'q. Hop. Bu yoq tomoni esa mana reception. Receptiondan registratsiyadan o'tasizlar. Registratsiyadan o'tgandan keyin sizlarga kalit berishadi. O'sha kalitdan uylarni ochishinglar bo'ladi, ya'ni shalaylar. Mana bu esa dam olish maskanini xaritasi. Kristal nomlanadi, dam olish maskani nomi. Bu yerda kottejlar, sport zal bor, stalovoy, sauna, basseyn, bu yerda bir kishilik dam oladigan joylari ham bor. Yengillik qilishibdi. Yengillik nima desanglar, bu yerda zipline ochishgan. Mana arqon o'tkazilgan, mana. Boshlanish joyi shu yerda boshlanadi, start. Shu yerdan arqonni pastga tushib ketasiz. Arqon uzunligi 500 metr, 40 sekundda yetib borasiz. Asosiy yo'li pastga tushadigan joyi esa bu esa suvli joyi. Yerda tapchanlari bor. Tapchanlarning oldida yana qozon-o'choq, yozgi oshxonalari bor. U yerda alohida o'zingiz kelib oilaviy ovqat pishirsangiz bo'ladi. Hacha bitta narsa aytib ketdik, bu yerda 3 mahal ovqati bor. Ya'ni bitta xonani bron qilib qo'ysanglar yoki bitta shalay nima farqi yo'q. 3 mahal ovqati bor. Ertalab soat 8 dan 10 gacha ertalabki nonushtasi. Obedkisi bu 1 dan 3 gacha, kechkisi 6 dan 8 gacha bo'ladi. Menyularni ham sizlarga, ya'ni oshxonada nima yeyishimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Tepadagi shalaylarga chiqish uchun alohida parkovchni zonani ham qilib qo'yishgan ekan. Ya'ni aynan shu joy uchun. Bu yerda eshitishim bo'yicha sportsmenlar ham kelib dam olarkan eng tepasida. Aynan mana shu joyda.
boksyorlar, kurashchilar. Hop. Tabiatni ko'ramizmi? Ketdi. Mana qanchalar ekilgan. Bu yerda ham mana gullar ekib qo'yishgan. Har bitta detaliga e'tibor bersanglar, bu yerda farqi yo'q. Tepada bo'lgan pastami? Mana shunaqa kashbolaga gullar ekib qo'yishgan. Rad. Hamma mana shu Staldan Crosslar hammasida. Birinchi shaleylari mana nomeri ham birinchi. Keyingi shale esa ikkinchisi, uchinchisi. Bu shaleylarga 10 kishi ketadi. Xohlasanglar 12 kishi bo'lib kelsanglar ham bo'ladi, farzandinglar bo'lsa. Bu yerda kattaligini qaranglar. Hammasi noodatiy qurilgan. Tabiiy yog'ochdan, ichida oshxonasi, sanuzeli, pastda va tepada yotadigan joylari ham bor. Alohida oshxona qismi bilan. Pastda ko'proq daraxt ekilgan va suvga yaqinroq. Mazza va yana ikkinchi yangiligini ko'rsataman. Bu yerda alohida bolalar o'ynashi uchun yog'och parki qilishgan. Yog'och parkini qanaqa desanglar, hozir sizlarga yaqindan ko'rsataman. Mana yog'och parki, kiruvchi joyi shu yerda boshlanadi mana. Mana yog'och parki. Tayyorgarliklar ketyapti, xudo xolasa yaqin ochilar ekan. Bolalarni shu yerga olib kelib, развитие qilsalar bo'ladi. Bolani energichni mana ko'rinishda joylardan o'tsa. Bilasizlar-ku. Endi shaleylarni eng kichkinasi bilan o'rtanchasini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bu yerda eng kichkinasi bor, mana mana bu yerda joylashgan. Hop, bu kichkinasi 2 kishiga mo'ljallangan. Farzandinglar bo'lsa 4 kishi bo'lib kelsanglar ham bo'ladi. Mana kichkina ko'rasizlar. Bu mana shu uylar hammasi 2 kishilik. Bu yangi qurilgani. Chiroyli ko'rinadi. Mana bu tomonda 10 kishilik. Bu yerda ham shaleylik joylashgan, ichkari tomonda. Bu eski shaleylar. Mana birinchi kelganimiz mana bu shaley kelganmiz. Mana bu suv oqib turardi. Hozir yopib qo'yishgan, menimcha bitta nimadir reja qilishyapti. Yashillikni qarasanglarchi. Go'zallikni, atrof. Naqadar go'zal. Hop, dam olish maskanida yana nima bor desanglar, bu yerda voleybol o'ynaydigan joylari, basketbol o'ynaydigan joyi, bu yoq tomonida esa futbol o'ynaydigan joylari ham bor. Mana sinfdoshlar bilan kelaman desanglar, mana shu yerda maza qilib futbol o'ynasanglar bo'ladi. Aynan biz yashayotgan shaleyni hosiliga ko'rsataman. Shundoq futbolni stadionni oldida joylashgan. Mana shunaqa shaleyda yashaymiz. Ichiga 4 ta odam ketadi. Ikkita spalni, bitta hol, bitta oshxona, sanuzeli bilan. Mana sizlarga chiroyli. Hop. Bu yoqda shaleysining ichida yoqqan menga tarafi ichida cho'plik pova bor. Tabiiy yog'ochdan yasalgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Ichi sovqatsanglar shu cho'plik pova yoqib maza qilsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlari bor. Choynak, piyola, tarelka pichoqlarigacha. Mana ko'rasizlar. Atrofida polностью daraxtlar. Ertalab turganimda qushlarning ovozini eshitganimda shunaqa maza qildim. Buni endi tasavvur qilish qiyin. Hech menda shunaqa bo'ldi. Mana biz yashayotgan shaley. Ko'rasizlar, chiroyli. Bu yerda yozda o'tiradigan joyligi ham bor. Hop, endi sizlarga sal arzonroq bo'lgan joyligini ko'rsataman. Arzon joyligi mana mana shu yerda joylashgan. Domga o'xshaydi. Etaj-etaj xonalari bor. Har bitta xonada 2 kishi bo'lib yashasanglar bo'ladi. Maza qilgan joylardan bittasi mana shu. Mana shu joy. Mana qarasanglar. Chiroyli, go'zal. Ma'muriyat shu yerda joylashgan. Albatta qanaqadir savolinglar tug'ilsa, shu yerga kelib bersanglar bo'ladi. Qaytgancha kelgan paytingizda sizga maslahatim telefon nomer, parol, Wi-Fi so'rash esdan chiqmasin. Bu yerda
Wi-Fi bor. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Endi sizlarga bolalar maydonchasini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bolalar maydonchasi shundoq dam olish maskanining markazida joylashgan. Bu yerda farzandinglarni yo'qotib qo'yish, cho'chimasanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda mana batutligi bor. Batutlari mana bu yerda endi ishlashyapti ekan. İşte farzandinglar maza qilib bo'ladi. Kechqurun bu yerda hamma lampochkani yoqib qo'yishar ekan, juda ham yorug'. Ya'ni kechqurun ham qo'rqmasdan chiqadigan joyi. Mana keyingi joyligi bu yerda. Qarasanglarchi. Chiroyli. Shu yerda maza qilib o'ynaydi. Naryo tomonida esa как konsertni joyligi. Bu yerda har xil konsertlar bo'lar ekan, ya'ni artistlarni chaqirishadi. Ziyoda deysizlarmi, Shohrux reper deysizlarmi? Ular o'zimiz taniydigan, eski odamlar taniydigan artistlar. Mana shu yerga kelar ekan. Shu yerga kelib konsertini berib ketar ekan. Bundan tashqari, agar farzandinglar bilan keladigan bo'lsanglar, yana qo'shimchasiga bu yerda har xil tabiat jonivorlari ham bor. Yana mana qaranglar. Bu yerda mana tovusi ham bor ekan. Naryoqda mana kakliklarigacha. Boshqacha. Mana. Hammasi bir-biridan chiroyli. Bu yerda mana burgutlarigacha bor. Xo'sam, mana turibdi. Qornochmi deyman, nechotalang boshqacha qarayapti. Quyonlari ham bor, mana ko'rasizlar. Quyonlariga tushibdi, joylashgan. Bolalar bilan o't bersanglar ham bo'ladi, ishlaydi. Yeb yuring mana. Xo'sam. Mana bunga ham beramiz. Zora farzandinglarni olib kelsanglar maza qiladi. Biladi. Bular nima ish? Mana. Bundan tashqari bu joyimiz sanatoriy hisoblanadi. Sanatoriyada agar 4 kundan oshib kelsanglar, sanatoriya ichiga kiradi. Ya'ni qaysidir protseduralarni bepulga olsanglar bo'ladi. Bu yerda alohida yana bozorligi ham bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Nimalar sotyapsiz aka? Qumson asali. Qumson asali. Bu prям bitta narsa aytib ketdik, kristal dam olish maskanining ichida joylashgan, tashqarisida emas. Dam olishga kelinglarda ko'rsanglar bo'ladi. Aka, nimalar sotyapsiz bu yerda? Biz o'zimiz yetishtiramiz Bo'stonliq tumanida. Qumson qishlog'ida asal. Bu qanaqa asal endi bu? Mayski immunitetni oshiradi. Ha. Tatib ko'rsak bo'ladimi aka? Albatta aka. Kelinglar, birgalikda sizlar bilan tatib ko'ramiz. Xo'p, aka ismingiz nima? Asilbek. Xullas, Asilbek ekan bo'lar ekanlar shu yerda. Mabodo kelaman, kelib tatib ko'raman desanglar, uyga olib ketsanglar bo'ladi. Smartlar sulolasidan. Uyim joyim deydiganlar bunaqa asallar anchadan beri yemoqdim. Boshqacha ekan. Qarang. Smartlar oilasidan oilasiga anaqa kirarkansiz okat, bu savolda. Eskitdan shu teslar, to'g'rimi? Aha. Necha xil asallar bor? Bizda 4 xil asal bor, Bo'stonliq tumanida yetishtiramiz. 4 xil asal, ko'rsating. Birinchisi mayski bo'ladi. Aha. Ikkinchisi kigotanaka. Aha. Uchinchisi yantoq. To'rtinchisi abreskan asali bo'ladi. Xo'p, 4 xil asallar bor ekan, u nima farqi bor? Bir-biridan. Bir-birida mazasi ham bo'ladi. Mazasidanmi yoki gulluki bo'ladi. Vitamindanmi, bilib bo'lmaydi endi. Gul asali mayski birinchi o'rinda hisoblanadi. Immunitetni oshirib beradi. Kigotaniki davleniyasi bolayasi bo'ladi. Mana kigotaniki. Yantoqniki oshqozonda muammo bo'ladi bir xillarda. Yazva, gastrit, yallalanish bo'ladi. Bu yantoq ekan. Kislot ko'payib ketadi. Mana shu yantoqingizni ko'rsa bo'ladimi? Mazasi bo'ladi. Jonli izlayib ko'rsataylik. Ana sizlar. Живой kontent. Chet. Bitta choy bo'lsa, endi bu yerda boshqacha asalligi bor ekan, qarasanglar. Bu nima endi aka? Bu propolis bo'ladi. Propolis. Xo'p, nima deganim? Oddiy tilda aslarining ini bo'ladi, uyasi bo'ladi. Aha. Buni bir xilda endi virus bo'ladi, shamollash kuchli bo'ladi bir xil. Aha. Oshqozonida shamol immuniteti past bo'ladi. O'shalar yesa qani? Ana bo'lmasa, voy. Oka buni yesa bo'ladimish qil. Ayyo. Aniqmi? Bemalol. Propolis asali bu.
Adam olmasa. Akalar kristalga kelgan обязательно mana shu kanalga kelinglar. Olmasa edi bo'lmaydi. Bu yerda yana assortimentlar bor, hozir aytib ketadilar. Bu hammaga qiziq bo'ladi, arin suti bo'ladi. Aha. Ko'proq arin suti nima foydasi bor? Shamollashlarga immunitet tabiiy eliksir bo'ladi. Ha, yo'q. Tabiiy eliksir. Aptekaga borish shart emas ekan-da. Okay, hammasi shu yerda ekan sizda. Immunitetni ko'tarib olsa bo'ldi. Xuddi qimizda ham bo'ladi, endi yeb ko'rsangiz bilasiz. Bu nech pul bo'ladi, okay? Bu qimmatroq ekan. Qimmatroq. 200 ming qilib beraman. Mana shuni o'zi 200 ming. Shu 200 ming so'm. Rezultat 3 kunda bilinadi aka. Gap yo'q. Okay. Foyda beradi. Mayski 150 ming so'm. Mayski 150 so'm. Kigoti 120 ming so'm. 120 ming. Kigotaniki. Buchi? Yantoqniki 100 ming so'm. Abreskaniki 150 ming so'm. Abreskasalar. Xo'p. Bundan tashqari nima sotyapsizlar aka? Bu yerdan o'tovlardan ko'raman. Aslari mana shu kigotaniki bo'ladi. Kigoti. Davleniga qonni suyultiradi aslani. Bu do'lanani guli. Yurakka. Ular endi o'zimiz teramiz, ingalyatsiya qiladi, chiqariladi. Ha, davolash bo'limida. Xo'p. Bu jigarda xolesterin bo'ladi. O'shandan bor ekanmi? Ha, bor. Mana. Yoqdimi? Xullas, jamiki tabiat hamma vitaminlari mana shu okamizda ekan. Kelaverasizlar. Sog' bo'ling. Aniq mas'ul aytganimda Toshkent viloyati Qumson. Okay, charchab qo'ying. Mana bunga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ertalab vitamin oldim lekin. Olma, har xil mevalar ham sotishadi 300 yilgacha. Yo'li bodom. Bodomligidan oldim, yarim kilo har xil. Kecha uydagilarga bitta tatib ko'ringlar deb berdim. Maza qilishdi. Xo'p, mana shu orqamdagi joy sauna, basseyni ham bor. Basseyni zo'r tarafi ayollar uchun alohida va erkaklar uchun alohida kiradigan vaqti bor. Zo'r-ku, ya'ni bizani o'zbekchiligimizga to'g'ri keladi. Saunani yoqqan tarafi men otajonim bilan kirdim, ya'ni adam bilan. Yo'da usluga deganda qanaqa? Aytganingizdan ortiq qilib berishganini men shu narsani his qildim. Chiqishilarga ko'k choy bilan qora choy berishar ekan, limon novotlari bilan. Parlam chiqqandan keyin novot choy bilan qora choy ichish boshqacha bo'ladi, lekin alohida sizlarga tavsiya beraman. Aytgancha bu saunaning narxi alohida bo'ladi, to'lovi. Uni kelib so'rab surishtirsanglar, pul olsanglar bo'ladi. Xo'p. Endi sizlarga dam olish maskanimizning eng chiroyli joylaridan birini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana sizlarga. Subhanalloh, qarasanglarchi go'zalligini. Bu Qumson suvi pastga shuni ochib ketaverasizlar. Mabodo ekonomikroq shu yerda dam olaman desanglar, pastda tapchaligi bor, xosligi uni ko'rsataman. Mana suvligi qarasanglarchi mana. Shu yerda o'tirib olib dam olish nima deyapti? Xosligi shu joyda qanaqa o'tirishni bitta ko'rsating. Boshqacha ko'rinadi. Shu kelasizlar, o'tirasizlar. Просто maza qilasizlar. Boshqacha bu yerda yana qo'shimchasiga yozgi oshxonaligi ham bor. Mana bu yerda mangalda ovqat pishirsangiz bo'ladi. Qozon o'choqlari, gaz plita, hamma sharoitlari. Endi sizlarga ushbu mahal ovqat yeydigan joyini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Endi ertalabki nonushta atmosferasini ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mana kirish zali shu yerda boshlanadi. Islom Jelachini tavsiya beraman. Oynani oldiga o'tirishi, sababi bu yerda tog' juda ham chiroyli ko'rinadi. Islom mana kristal ichida haqiqiy olmaxon borligini ko'rsatib beraman. Bu uni ko'rasizlar, mana. Mana olmaxon. Живой olmaxon shu yerda kelib ko'rsanglar bo'ladi. Kichkina farzandinglar olib kirsanglar, maza qiladi. Ana sizlarga tabiat. Yovvoyi tabiat o'z ko'zinglar bilan ko'radigan joy. Bu bolasimi? Qo'ttasi qani buni? Qo'ttalarini dumi qora edi bularning. Qottalari bor-da, ularning dumi qora. Qarang. Bu kichkina bolasi. Kichkina bolasi bu o'zi. Unchalik yugura olmas ekan bu. Hozir bir 4 top keluvdi bizga. Hozir ko'payib qoldi bular. Bular ko'payib qoldimi o'zi? Oraga kirib ketdi. Alo. Zo'r. Hop, Rolipi, bu yerda nechta xona bor? Qanaqa kategoriyaga bo'linadi? Bu
adashmasam eng arzonda, to'g'rimi joylashgan? Xonalarimiz standart hisoblanadi. Blokimiz 5 etajdan iborat. Har bitta etajimizda 8 tadan xona bor. Bo'ldi, tushundim. 3 kishilik, 2 kishilik xonalarimiz bor. Eng ko'pi 3 kishilik, eng kami 2 kishilik, to'g'rimi? 2 kishilik. Qani ketdi endi, birma-bir ko'rsatib ketamiz. Endi sizlar bilan 4 kishilik xonasini ko'ramiz. Qurilish qismi, Bu kirish qismimiz, holimiz, qanaqa udobstolari bor? televizorimiz, Wi-Fi, внутренний telefonlarimiz. Ha, bu yoqda udobstolari bor. Aha. Hammasi Bu yoqda oilaga o'tiradigan konditsioner, bu yoqda kreslolar ham bor ekan. bor. Bu yerda xolodilnik, xolodilnik ham bor. joylashgan. И tabiatga qaragan. Tabiat. Voy. Bu yoqdan ham olmaxon ko'rinsa kerak, menimcha. Olmaxonlar bor, daraxtda ko'rinib Bu turadi. yoq tomonda nima endi? Bu yoq tomonlarda spalnimiz. Spalnisi? Spalni xonamiz. Oho. 4 kishilik 4 kishi. xonamiz shu. Xo'p, bitta savol, bu yoqda bir kishiga nech puldan bo'lyapti? Standart xonalarimiz Masha. 600 ming, 550 ming, 600 ming bo'ladi. 550 ming, 600 ming. Mana uyim joyimdagilar shuni primo o'zlaridan bilib videoga chiqargimiz keldi. Sababi o'zim ham xato qilib qolaman-da narx bo'yicha. Bu yoqda nima bor shunda? Sanuzel. Yo'q, sanuzillarimiz. Bu yoqda sanuzel. Hop, alohida adashmasam hojatxona. Hojatxona, balkoni bilan. Ha, bu yoqda anaqa Balkoni bilan. bu yoqda anaqasi bor ekan, mana sanuzel. Bu yoqda hojatxona. Hojatxonamiz. Ana, uyimdagida mazami. Balkon shu yerda ekan-da. Qani ochamiz. Voy, mana. Bir kishiga 550 ming to'laysizlar. Mana shunaqa sharoitda Tabiatimiz. yashaysizlar. Opa, bu nechinchi etajda turibmiz hozir? Hozir biz 4-qavatdamiz. 4-qavat. Bu xonamizni katta kishilik, xonadan farqi 2 kishilik xona, zalimiz kichikroq xona. То есть alohida mini zal bor ekan. Lekin xuddi shunga o'xshab hamma narsa Sharoiti bir xil. bir xil. Sharoitlari bir xil. Sochlarni cho'tgan mehrli berib, bu yoqda samozollari bor, hojatxonalari. Lekin razdelli emas ekan oldingi xona bilan. Bu ham balkoni bor. Bu yoqda ham balkon bor ekan. Orqa tarafda mana o'zini tabiatga qaragan joylari 600 mingga nima kiradi? Mana misol uchun mana shu yerda 2 kishilik joy olindi. Shunda 1 million 200 bo'ladi mana shu xonani o'zi. Shunda nimalar kiradi ichiga? Ichiga 4 mahal pitание. 4 mahal degani 3 mahalmi yo 4 mahalmi? 4-chi nusini poldingimizni ujinga qo'shib berishadi. Bo'ldi, tushundim. 4 mahal pitание, basseyn, закрытый и anaqa. Medsentrda mediklarning obslugasi. Medsentrda mediklarning obslugasi. Agar 4 kundan ko'proq bron qilib qo'ysanglar, meditsinskiy obslujivание, ya'ni massaj bo'ladi, qanaqadir lecheniya olmoqchi bo'lsanglar, bitta narsani sezdim, Hilol opa, bu yoqda yengillik qilibsizlar, mana zonchiklar yilib, juda chiroyli ko'rinyapti. Gulga ham upor beryapti ekansizlar, masalan, mana gastroklar qo'ygansizlar, alohida mana bu yoqda liniya qilib ekibsizlar. Oldin unaqa emas. Men 3-kelishim har yili yengillik qilyapsiz. Har yili yangiligimiz bor. Bir xil narsani aytmaymiz, har yili o'zgartiramiz. O'zgartirasizlar. Ketdi ana kishilik kottejni ko'ramiz. 10 kishilik kottejlar bor. 10 kishilik kottej. Ichida nechta xonasi bor shunda? Ichida 3 ta xonasi bor. 3 ta xonasi bor. Ikkita dushovoy, ikkita sanuzeli bor. Farzandlar bilan kelsa ham muammo emas ekanda. Katta oilaga yoki ikkita oilaga bemalol yetadi. Joylashsa bo'ladigan xona. Zo'r. Daraxtlardan qushlar ovozi eshitilar ekan, haqiqiy tabiat, jonli tabiatda ovozni eshitib turar ekanda. Shunaqa. 10 kishilik kottejlarimiz bor. Mana shunaqa besetkalarimiz bor. Besetka. Qozon o'choq qo'yib beramiz. So'raganlarga mangal. Biz o'zimiz to'g'ri ovqat qilamiz deyishsa, sharoit qilib Bu beramiz. restorandan tashqari. Restorandan tashqari. Restorandan tashqari oilaviy ovqat qilamiz desa, qozon o'choq, mangal beramiz. Mana shunaqa besetkalari bor. Oilaviy kelish. 10 kishilik kottejlarning oldida. Bu zo'r-ku. Ovoda 2 kishi, 2 ta oila kelsanglar, ancha arzon ham tushadi endi. Nisbatan. Oxirgi yangi qurishgan 2 kishilik kottejligi panoramli. E'tibor beringlar, hozir 2 kishilik kottejligiga ichiga kiramiz. Mana mashinasiga. Mana, oy noshkalarini qaranglar. Boshqacha qurilgan. Hammasi elektritsa, cho'pli pol deysizlarmi? Hamma sistemalari bilan qilingan. Bu yoqda oilaviy o'tiradigan joyi ham bor ekan tashqarida, e'tibor beramiz. Sirkamiz bor bu yerda. Besetka bor ekan. Ko'chaga chiqib choy, kofe ichib o'tirishni bo'ladigan joy. Bu panoramli kottej. Svetni yoqib bering. Albatta. Hop. Chiroyli. Endi kirmasak bo'lmaydi. Bu 2 kishilik joyligi. Endi qarang, bitta savolda, agar bu joyga kelishsa,
Yana yosh oila bitta farzandi, ikkita farzandi bo'lsa joy qidirasizlarmi yo'qmi? Ha, albatta qo'shimcha matras qo'shib beramiz. Lekin Qo'shib o'zi berasizlar? shunaqa, yana xuddi shunaqa shale kottejni 3 kishiliklari bor. Bo'ldi. Xo'p, opa ko'rsating endi shart-sharoitini. Nimasi bu boshqa joylardan ajralib turadi? Panorama oynasi bor. Mana bo'lmasa. Qale, buyum joyini deganlar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu yoqda mana choyxonamiz ko'rinib turadi ekan. Aha, pastda tapchanlarni ko'rdim. Ular pullikmi yo pulli emasmi? Pullik. Pullik. Mabodo agar bu yoqdan kottej olishmasa, pastda tapchanni osh pishirib, o'sha kuni ketadigan bo'lsa, Dada. qanaqa bo'ladi narx? Ertalab bemalol kelib, lekin biron qilib qo'yish kerak albatta. Ha, oldindan zvonok qilib qo'yish kerak. Ko'p mehmonlar. Pastda tapchan nechta bor primерно? Menimcha 20 tacha bor. 20 ta tapchan bor. Endi bilasizlar, O'zbekistonda bu yil 38 million aholi bo'libdi. Uspetxaga kelib shu yerda dam oladi. Lekin hech qachon bo'sh kravatlarimiz bo'lmagan. Bo'lmaydi. Bo'sh bo'lmaydi. Mana shu bizani shaleyimiz kichkina 2 kishiligi nechta? 1 million 230 ming. 1 million 230 mingga xullas uyum joyini deganlar mana shunaqa sharoitda dam olsanglar bo'ladi. 1 sutka 3 mahal ovqati bilan. Bu ham to'g'rimi? Ichida bu yoqda qanaqa sharoit bor, opa? Bitta ko'rsating. Dushovoyimiz bor, sanuzellari bor, shunaqa. Salon shampun, Son shampun zubni shotkalarimizgacha. и mobodosiga bajarni bezapasiz. Zo'r. Kerak bo'lmasin, lekin bor. Shunaqa. Qarang, cho'pli polda siydi dossiz, Da, yo'q? da, da, cho'pli Qayoqda u pollarimiz bor. regulirovka qilinadi? Cho'pli pollarimiz hammasi yo'qoladigan. Endi ichkarida joylari bor. Xo'p, ichkarida mana joyligi bor ekan bu yerda. Tashqaridan ham regulirovka qiladigan joylari bor. Ha, tashqaridan qilinadi. Svetililarimiz hammasi ishlaydi. Yonadi. Ha, svetiniylari ham bor ekan. Endi sizlarga savol deyim joyini deganlar, shu yerda 1 million 230 ming so'mga 1 sutka dam olgan bo'larmidingiz? Men lekin oilam bilan kelgan bo'lardim, sababi qarang. Haqiqiy romantik uy desa ham bo'lar ekanda, panoramli oynalar bor. Zo'r. Mobodo yozda kelsanglar konditsioneri ham bor ekan. Danni Mamet Qumson daryosining suvi eshitilib turibdi bizga. Va nihoyat uyum joyini deganlar biz mana tapchanli joyligiga ham keldik. Bu yerda nechta tapchan bor? 20 tacha bo'lib tur agar oshxo'roq. 20 tadan oshiqroq tapchanligi bor. Bu yoqning asosiy fishkasi nima? Xulola opa, bu yoqqa o'tinoq ko'rsating, bu yoq tomondan. Suv asosiy fishkasi. Suvi bitta o'tinchi asosiy fishkasi tapchanlar mana shu suv oldida joylashganligi. Ana Yana joy qilinmoqda, suvlarni bo'yib. Ibrohimmi yengillik qilishyapti. Yengilliklar. Mazami haqiqiy O'zbekistonning go'zalligi shu yerda joylashgan. Aytdingiz, pastki qismida bu yoqda choyxona bor dedingiz. U choyxona qanaqa ishlaydi? Ya'ni o'zlari qilib berishadimi yoki bu yoqda yozgi oshxonasi bormi, yo'qmi? Shuni aytib keting. Yozgi oshxona bo'lsa ko'rsatib ketamiz. Mehmonlarning talabiga ko'ra, Aha. xohlasa mehmonlarni o'zlari olgan produktasi bilan o'zlari ovqat qilib berishadi. Sharoitlari bor. Faqat tapchanga to'lasa bo'ldi, do'stlar, to'g'rimi? Tapchanga to'lashsa bo'ldi. Tapchan narxi necha pul? Tapchan ertalar 8 dan 6 gacha 800 ming. Qaysi Katta 8 ta 10 ta kishilik ketadi bemalol. Bo'ldi. Ko'rsating mana shu Luboy 8 ming mana shu. Yo'q, Luboy emas. Ha. 500 mingga kichkina 5-6 kishilik tapchan. 800 ming. Bu 8 minglik tapchan. 500 ming deganimiz mana. Ha, 5 500. kishi 6 kishiga mo'ljallangan. Ha, to'sh soni kichkina bo'lgani uchun, kam bo'lgani uchun 500 minglik mana shu, to'g'rimi? Bitta oila bemalol kelib mazza qilib dam olib ketadi. Xo'p, qarang, yozgi oshxonada o'zlari ovqat tayyorlashsa ham bo'ladi. Siz o'zingizdan ovqat qilib beraman do'stlar. Xohlasa o'zi shunaqa sharoitlarimiz bor, xohlasa o'zi yeb qovurimiz bor. Qarang, endi bir xil ovqat pishirishni bilmaydi, lekin masalliq olib kelaman desa. Masalliq olib kelsa unga ham qilib beramiz. Qilib berasiz. Xizmat qanaqa bo'ladi lekin? Uni xizmati qanaqa bo'ladi? Sir bo'lmasa. Yo, sir emas. Aha. Qo'ynidan chiqarib bergani beradi. Odamlar ko'p ekanmi, bor? Odamimiz ko'p. Bu yoqda ham odam. Nariyoq tomonda ham odam. U nariyoq tomonda ham odam. Qilishib dam olishmoqda. Tapchanni dam olaman deysiz, mashinaga kelasiz, mashina qayerga qo'yishadi? Mashina stoyankamiz bor. Bitta ko'rsating, ota. Shuni. Suv to'libdi ekan, mana. Uganda suv to'lgan, hozir bahor bo'lgani uchun bilasizlar, endi bahorda suv ko'proq oqadi, shuni hisoblaydi. Kristal dam olish maskaniki ko'pincha nima uchun kelsa, shuni ayting. Tapchan-mapchanlar olib tashlagan o'zi umumiy ma'no. Tozaligimiz yaxshi. Daraxtlarimiz ko'p havo olgani keladi. Aha. Mazza qilib dam olinadi. Hamma yog'imiz chiroyli.
Ana bo'lmasa. Suvga bitta e'tibor bering. Mana Mana. suv ko'rsatib kelaveradi. Qozog'istondan keladi bu, o'gam. Suv, O'gam suvi. muzdek bor lekin. O'zda cho'milsangiz mazza qilasiz. Necha kishilik parkovka, aka? Bu yerda bir 30-40 ta mashina ketadi. Mashinani bitta ko'rsatamiz, mashina to'lgan bu yoqda. Qarasanglarchi. Hamma odamlar aka shu yerda dam olish uchun kelar ekanda, qarasangizchi. Ha? Endi qarang, mabodo yuklari og'ir bo'lsa, Golf karda tashib bersadimi? Kara tashib beradi. Kara bor. Kara Muammo bor, emas. muammo emas bu yerda. Zo'r. Nozik tab bo'ladi. Yaxshiroq ovqat yegingiz keladi. O'sha narsani qilib bera olasizmi? Misol endi 3 narsa. Choyxonada ko'proq aylanadigan ovqatlar, Aha. qozon kabob, Hop. dimlama, osh, suyuq ovqatlardan sho'rva, mastava, qaynatma sho'rva, qovurma sho'rva. Hadovoyda, to'g'rimi? Hadavoy endi. Основной shashlik. Aslida shashlik. Shashlik. Bu yoqda nechta tapcham bor? Именно mana shu Hozirgi daliyman men 27 tapchanim. pastda. Mana Mana pastda 27 ta. 27 tapcha. U naryoq tomonda yozgi basseyninglar ham bor, a? Yozgi basseynimiz bor. Yozgi. Yana bir 15 kun, 20 kunday Qachon suv ochiladi? quyamiz. Xudo xolisa. 15 kun 20 kundan keyin 15 kun, ochiladi. 20 kundan keyin sezonga. Hozirgi paytda bularni qishki basseyn ishlayapti. Zimniy basseynimiz bor. Zimniy basseyn bu Sanatoriya. shalayni ichiga kiradi. Shalay olsanglar agar. Sanatoriya. Joyimiz Toshkent viloyati Xumsonda joylashgan Kristal dam olish maskani. 27 gektar daraxti ko'p. Biz o'zimiz mana 3-marta kelib dam olman, maza qildim aka. Sizlarga ham tavsiya beraman.